Siz jim bilan shug'ullanyapsiz, sehr bilan shug'ullanyapsiz. Najot topgan eshikni qattiq yopmaslik kerak-da. Aqlli odam 70 milliondan ziyod pul sarflanman. Puli kuyganni joni kuygan deydi-ki. Men o'ylayman, bitta narsa asosiy muammo. Agar men hozir chiqib ommaga men bugundan qaror qildim yoki menga bir sponsor topildi degan odamlar yaxshi bo'lsin. Bo'ldi. Bugundan boshlab muolaja bepul bo'ladi desam, o'sha ishonmaydigan odamlar nima qiladi? Keladi. Mana yoqqa 350 qavat ochit bo'ladi. Bu psixologiyada bu. Lekin men pul olishligimni aytgan paytim yoki ular shuning uchun pul to'lash kerakligini bilgan payti boshqa instinkt uyg'onadi. Как будто uni kissasidagi puli, uni joni anaqa deydiki, bir shunaqa gap, puli kuyganni joni kuygan deydi-ki. Bepul kelgan payti ijtimoiy yo'qotmaydi-da go'yoki. Сопротивление yo'q, ongida, ong ostida сопротивление yo'q. Nima bo'libdi? Ta'sir qilsa qildi, qilmasa mana nima ketdi deb keladi. Bunday kelgan payti endi pulim bekorga yo'qolib ketmaskinmi? Degan anaqalar. Lekin yana bitta narsa bor odamlarning ongida. Bitta narsa bor. Agar siz elektroforiz qo'ymaydigan bo'lsangiz, agar siz qanaqadir bir masajlar, qanaqangi bir ukol, qanaqangi bir preparatlar, hot tabiiy, hot aptekaniki bermaydigan bo'lsangiz, ularning tushunchasida shunday narsa borki, siz jim bilan shug'ullanyapsiz, sehr bilan shug'ullanyapsiz, qanaqadir bir gunoh bo'ladigan, la'nat bo'ladigan anaqalar bilan shug'ullanyapsiz. Потусторонний мир go'yoki jim bilan gapiryapsiz. Smishno, kulgilik. Tushunayapsizmi? Hokazo. Oldin ajrab, jim bilan aloqa qanday bo'ladi? Tushunayapsizmi? Va hokazo. Keyin xulosani yoki sehr. Sehrda ham o'zini kategoriyalari bor. Uni sehr bilan shug'ullanganlar juda yaxshi biladi. Qanaqangi ishlar, qanaqangi rituallar qilinadiga va hokazo qilinadi. Ya'ni biza qiladigan ish bunga ham tushmaydi absolyutno. Lekin ular ko'rmagani uchun, bilmagani uchun ularning kallasini ostida shunaqa programma bor, ong ostida shunaqa bir tasavvur bor, o'rnashib qolgan, kimdir unga singdirib qo'ygan va hokazo. Go'yoki o'ylaydi, shuni bilan shug'ullansa kerak. Men boramanda hozir yoki gunohkor bo'lib qolaman yoki qanaqandir bir o'zimga bir zarar orttirib qolishim mumkin yana qo'shimchasiga degan bir tushuncha bor. Nima bo'lganda ham agar bepul bo'ladigan bo'lsa, hozir 350 qavat ochib bo'ladi. Bir narsani tushunish kerak. Oladigan haqim natija uchun olmayman men. Natijani, barakotni, rizqni deyiladi. Misol uchun musulmonchilikda o'sha shifoni egasi beradi deydi. Shunday e'tiqod qilinadi. Ras shunday ekan, biza shifo beruvchi ham emas, biza rizq beruvchi ham emas biza. Bizlar shunchaki bir instrument biza. Ya'ni o'sha koinotdagi bir insonlarning hayotidagi shu yaratilgan bir instrument biza. Kimgadir yordam beramiz. Bizga o'sha instrumentni bergan ham o'zi, o'sha quvvatni bergan ham va hokazo o'zi. Biz oladigan haqimiz o'zi aslida vaqtimiz uchun olamiz. Mana bizning vaqtimiz pul. Ijaramiz, yashashimiz, turishimiz, ilm olishimiz, rivojlanishimiz hammasi pul. Hammasi normalniy pul. Men vrodi ancha-muncha odamga yordam beradigan ilmim bo'lib turib, qarshida ham juda ko'p kishilarga yordam beradigan darajaga chiqib, yordamimni berib, bu odamlarning duosini olib, kelganimdan keyin o'shanda vaqtda ham meni urovenim normalniy uroven edi Toshkentda. Ilmim meni. Undan keyin bilmayman, Alloh alam necha kalla o'sdim. Odamlar buni ham tushunmaydi. Men shu holatimda ham Toshkentga kelganimdan keyin to hozirgacha u kun o'tirib bir kallamga kelib ketdi-da. 70 milliondan ziyod pul sarflanman. Ilmga. Misol uchun shunday odam bor, menga 2 yil oldin kelgan yoki 3 yil oldin kelgan, albatta foyda topgan. Balkim o'sha vaqtdagi ilmimiz bilan maksimal yondashganmiz, uni natijasi ham yomon bo'lmagan-u, lekin uni ko'nglini balkim
100% to'ldirmagandir. U o'ylaydiki, ha o'shada bu. Ha bu o'shada endi baribir. 50 yildan keyin ham ha bu o'shadirda. Yo'q. Действующий специалист hech qachon o'sha bo'lmaydi. Tim bo'lib menga o'xshagan spetsialist meni gapimdan ham, xatti-harakatimdan ham, kanalimdagi bo'layotgan voqeliklar ham hammasi ko'rsatib turibdi uni. Men tepaga ketyapman, men bilan birga odamlarda bo'layotgan effekt ham tepaga ketyapti. Ko'rgan odam, to'xta deydi-da, ajratadi. Spetsialist tim bo'lib ajratadi. Lekin ming afsuski o'sha shunaqa yana bir holat bor, o'sha juda og'ir bemorlar bo'ladi, muammolarning chuqurligidan yoki ilm yetishmay qoladi yoki o'sha vaqt yetishmay qoladi. Shu ba'zi bir bemorlar ertachi xulosa chiqarishadi-da, kelmay qo'yishadi. Da o'sha tushunchaga qolib ketishadi-da. Mana shu xatoda bu, xato. Bir kelib najot topgan eshikni qattiq yopmaslik kerak-da. Aqlli odam bir kelib najot topgan eshikni qattiq yopmaslik kerak. Shunda yutadi. Shunda yutadi. Ko'ryapsiz mana kimdir aytadi, qo'rs odamga o'xshaysan, qo'pol odamga o'xshaysan, men gapimni o'ylab gapirishim kerak deb bordim. Boshqa narsani ko'rdim. Albatta ekranga jiddiy ko'rinamiz, chunki ishimiz jiddiy, juda jiddiy ishimiz. Jiddiy bo'lmasak bo'lmaydi, lekin unaqangi jiddiy bir anaqa odam emasmiz-da endi. Например, do'stga do'st biz, hazilkashga hazilkashmiz, misol uchun ana shu.